Ertek, kılıç, batır. Var eken de yok eken. Kadim zamanlarda benihaya güçlü Kılıç Batır isimli palvon yaşagan eken. Günlerning biride Kılıç Batır dünyada Akbilek isimli güzel barligini eshitibdi va uni izlab safarga atlanibdi. Bir necha kun yo'l yurgandan keyin qarshisidan bir kishi chiqibdi. Yo'lovchi Kılıç Batırdan so'rabdi: "Ey yigit, yo'l bo'lsin. Men Akbilak ismli go'zalni izlab olam kezib yuribman. O'zing kimsan va bu yerda nima qilyapsan?" "Men to'quvchiman", dedi yo'lovchi. "Shu yurtda Qilich Botir ismli polvon chiqqanini eshitdim. U bilan kuch sinashib maqsadiga u bilan kuch sinash maqsadida izlab yuribman. Men Qilich Botirning do'stiman. Kel, avval men bilan kuch sinashingchi. Meni yengsang, Qilich Botir bilan kurashasan." "Mayli, roziman", javob beribdi to'quvchi. Ular bir-birini yoqasidan olgancha kurashga ketishibdi. Qilich Botir to'quvchini bir ko'tarishda uloqtirib yerga uribdi. To'quvchi o'rnidan turib ta'zim qilibdi. "Yashavur, kuchingga qoyil qoldim. Men senga do'st bo'lishni istayman." Qilich Botir to'quvchiga ikkita qovoqcha uzatibdi-da debdi: "Do'stim, mana shu qovoqchalarni ol. Ularni birdan qon toma boshlasa, kuching boricha qoshimga yugur." Qilich Botir to'quvchi bilan xayrlashib, yo'lida davom etibdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Qilich Botir yana bir yo'lovchini uchratibdi. U temirchi ekan. Qilich Botir temirchi bilan ham shu tarzda do'stlashibdi. Qilich Botir temirchi bilan xayr-xo'shlashib, yo'lida davom etibdi. Allaqancha yurgandan keyin Qilich Botirni qarshisidan yana bir yo'lovchi chiqibdi. Bu Meshkob ekan. Qilich Botir uni ham kurashda yengibdi. Unga ham ikkita qovoqchani berib, to'quvchi bilan temirchiga aytgan so'zlarini aytibdi. Qilich Botir yana yo'lga tushibdi. Ancha yo'l yurib, cho'pon qo'ylar podasini o'tlayotgan dashtga yetib kelibdi. "Bu kimning qo'ylari?" so'rabdi Qilich Botir cho'pondan. "Go'zal Oqbilakni", debdi cho'pon. "Go'zal Oqbilak qayerda yashaydi?" "Ey yigit", debdi cho'pon. "Qanchadan qancha yigitlar unga yetishmoqchi bo'lib, o'zlarini xarob qilganlari qoldi. Nahotki shunda ham Oqbilakka yetishga umid qilsang?" Qilich Botir biroz o'ylanibdi-da debdi: "Men albatta Oqbilakka yetishaman, lekin buning uchun nima qilish kerakligini aytsangiz." Cho'pon javob beribdi: "Bozorga borganda bir xurjun mayiz sotib ol. Oqbilakning mayizni yaxshi ko'radigan oti bor. Bu ot saroyiga biror kimsa yaqinlashsa, kishnay boshlaydi. Go'zal uyg'onadi-da, qo'rqmasdan qatl qiladi. Sen bu ot saqlanadigan otxonaga yer ostidan yo'l qaziysan. Handokning og'zini bo'g'oz bilan yopib, kechishini kut. Ot seni ko'rmaydigan joyga yashirin. Go'zal Oqbilak uyquga ketganda bo'zni surib, oxurga mayiz sol. Shundan so'ng Oqbilak seniki deyaver." Qilich Botir otxona ostidan yo'l qazibdi. Handokni yopayotganda ot kishnab yuboribdi. Shu zahoti go'zal Oqbilak otxonaga kirib ketdi. "Nega kishnayapsan?" otni yolini silagancha so'rabdi Oqbilak. Yon atrofni ko'zdan kechirib, hech narsa sezmagach, xonasiga qaytib ketibdi. Qilich Botir sal qimirlagan ekan, ot yana kishnab yuboribdi. Go'zal yana otxonaga kelibdi. Atrofni kuzatib, hech narsani sezmagach, otga baqira ketibdi. "Ha deb kishnab menga uyqu bermayapsan", deb xipchin bilan ikki karra uni sabalabdi-da, uxlashga kirib ketibdi. Qilich Botir tunda bo'zni suribdi-da, oxirgi mayizdan solibdi. Ot indamabdi va Qilich Botir saroyga kiribdi. Qarasa, Oqbilak 40 qavat to'shakda so'rida uxlayotganmish. U tezda to'shak atrofiga 40 ta qoziq qoqib, Oqbilakning 40 qoqilini unga bog'lab chiqibdi. Go'zal uyg'onib qo'rqib ketibdi. Qarasaki, qandaydir yigit tepasida unga tikilib turganmish. "Sen bu yerga nega kelding?" so'rabdi Oqbilak. "Mendan senga nima kerak? Hozir o'rnimdan turaman-da, seni qatl qilaman." O'rnidan turmoqchi bo'lib boshini ko'targan edi. Sochlari bog'langanini ko'ribdi. Go'zal Oqbilak kulib yuborib, Qilich Botirni abjirligi va
topqirligidan qoyil qolibdi va debdi: "Ha yigit, sen meni yengding." Qilich Botir go'zal Oqbilakka uylanibdi va ular shirin turmush kechira boshlashibdi. Oqbilakning go'zalligi haqida Oqbilakning go'zalligi haqida Qaraxon ismli podshoh ham xabar topibdi. U bir makkor kampirni huzuriga chaqiribdi-da debdi: "Menga shu qizni keltirib bersang, bo'ying baravar oltin beraman." Makkor kampir eshakka minib yo'lga chiqibdi. Qilich Botirning ovdan qaytish yo'liga kelib turibdi. Ataylab o'zi mingan eshakning oyog'ini sindiribdi-da va yig'lab zo'rlana boshlabdi. Yiga ovozini eshitib yetib kelgan Qilich Botir: "Sizga nima bo'ldi, anaxon?" deb so'rabdi. "Menga rahming kelsin, bolam", yalinibdi ayyor kampir. "Bu choli biyobonda yolg'iz tashlab ketma, yo'qsa halok bo'laman." Qilich Botirning kampirga rahmi kelibdi va uni otiga mindirib uyiga olib kelibdi. Go'zal Oqbilakka Qilich Botirning bu ish yoqmabdi va juda jahli chiqibdi. "Bu jodugar kampirni nega olib keldingiz? U bizni xarob qiladi. U nima ham qila olardi", kulib yuboribdi. Qilich Botir: "Biznikida yashayversa, senga hamma ishlaringda yordam beradi." Shu kundan boshlab kampir ularnikida qolib, ro'zg'orga qarashib yuraveribdi. Kunlarning birida u go'zal Oqbilakdan so'rabdi: "Qizim, Qilich Botirning joni qayerda bo'larkan, bilasizmi? Buni bilsangiz yomon bo'lmas." "Qanday so'rasam ekan?" debdi Oqbilak. "Oqshomda Botir kelganda unga ro'yxo'sh bermasangiz aytadi qo'yadi", hingillabdi makkor kampir. Oqshomda Qilich Botir ovdan qaytsa, Oqbilak undan yuz o'girgancha xo'mrayib bir burchakda jim o'tiribdi. "Nega buncha xomushsan, hayotim? Nima bo'ldi?" hayron bo'ldi Qilich Botir. "Shu paytgacha siz haqingizda hech narsa bilmayman", javob berdi go'zal Oqbilak. "Nimani bilishni xohlarding?" "Joningiz qayerda joylashgan?" so'rabdi u. Qilich Botir qanchalik urinmasin, Oqbilak uni aytmaganiga qo'ymabdi. "Mening jonim qilichimda." Go'zal Oqbilak soddaligi tufayli shu ondayoq Qilich Botirdan eshitganini makkor kampirga yetkazibdi. Shum kampir shuni kutib turgan ekan. Xursandligidan kampir o'zicha: "Mana endi niyatimga yetaman", deb o'ylabdi. "Odamning joni qilichda joylashgani mumkinligiga ishonmayman. Eringiz sizni aldabdi. Qilich Botir tongda ovga otlanayotganda qilichini olib qoling. Shunda nima bo'lishini ko'ramiz." Ertalab Oqbilak eridan qilichni uyda qoldirishini so'rabdi. Qilich Botir ayolini xafa qilgisi kelmay, qilichini unga berib ovga jo'nabdi. Makkor kampir bir zumda qilichni o'g'irlabdi-da, katta xarsang tosh bilan urib qayirib daryoga otib yuboribdi. Shu zahoti Qilich Botir bejon bo'lib otidan yiqilibdi. Kampir yog'ochdan bir ot yasabdi. Bu oddiy emas, sehrli ot ekan. Oqbilak bu qanday ot ekan deb hayron qolibdi. "Bu uchar ot", debdi kampir. "Meni orqamdan unga miningchi, ko'plab yurtlarni kezib tomosha qilamiz." Makkor kampir otning o'ng qulog'ini buragan ekan, u qanot chiqarib ucha boshlabdi. Ular bir zumda Qaraxon podshoning saroyida paydo bo'lib qolishibdi. Makkor kampir Qaraxonga ta'zim qilib: "Podshohim, men buyrugingizni bajo keltirdim. Go'zal Oqbilakni huzuringizga olib keldim", debdi. Qaraxon kampirga ko'tarib keta olganicha oltin beribdi. Keyin 40 kecha 40 kunduz bazm qilibdi. Endi esa Qilich Botirning do'stlari To'quvchi, Temirchi va Meshkob haqida tinglang. Hammalari qo'lchalarga qarasa, undan qon tomayotganmish. Shu ondayoq ular yo'lga taraddudlanib yugura ketishibdi. Ular Qilich Botirning uyi yoniga kelishsa, yo'llarini daryo to'sib chiqibdi. "Daryodan suvni chiqar", debdi To'quvchi Meshkobga. Meshkob o'z meshiga suvni supqorgan ekan, daryoning tubi ko'rinib qolibdi. Qarasak, u yerda Qilich Botirning qilichi yotibmish. To'quvchi qilichni Temirchiga beribdi-da, iltimos qilibdi: "Do'stim, tezroq qilichni charxlang." Temirchi qilichni charxlagan zahoti Qilich Botir hushiga kelib o'rnidan turibdi. Ust boshini qoqib qarasaki, oti yo'q emish. Uyiga kelsa, Oqbilak ham g'oyib bo'lganmish.
Uni tokuvchi, temirchi va Meshkov kutib olishibdi. Do'stim, nima sodir bo'ldi? Bir ovozdan so'rashibdi ular. Peshonamning sho'ri kursin, shum kampir mening oq bilagimni o'g'irlab ketibdi. Tokuvchi, temirchi va Meshkov Qaraxon podshoh yashaydigan shaharga kelishibdi. Qarashsaki, xaloyiq shovqin suron ko'tarib, nog'ora, qarnaylarni chalib bayram qilyapti. Bu yerda nima bo'lyapti deb so'rabdi Meshkov darvozabondan. To'y bo'lyapti, to'y, javob beribdi u. Qanaqa to'y? Qaraxon podshoh go'zal oqbilakka uylanyapti. Uchovlon Qilich Botir oldiga yugurib kelib, ko'rgan kechirganlarini so'zlab berishibdi. Keyin ular maslahatlashib, Qaraxon podshohning saroyiga otlanishibdi. Qilich Botir dehqon va hunarmandlardan qo'shin to'plabdi. O'zi qilichni qo'lga olib, otiga minibdi-da, shaharga yo'l olibdi. U saroyga mardonavar qadam tashlabdi-da, Qaraxon podshoh bilan kurashibdi. Qilich Botir g'alaba qozonibdi. Qaraxon podshoh esa asir tushibdi va qatl qilinibdi. Qilich Botir to'quvchini hukmdor, Meshkovni esa vazir qilib tayinlabdi. 40 kecha 40 kunduz davom etgan bazm jamshiddan so'ng Qilich Botir go'zal oqbilakni otiga mindirib, temirchi bilan uyiga qaytishibdi. Ular uzoq va baxtli hayot kechirishibdi. Mana ertagimiz ham tugadi. Kim eshitgan bo'lsa barakalla.